Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammaga xayrli kech. Man hozir bitta emas, ikkita narsani o'zim ishlatib turgan mahsulotlarni sizlarga aytib bermoqchiman. Man mana shu tushni anchadan beri ishlataman. Judayam zo'r tush, narxi ham arzon и keyin vodostoyki. Umuman yuvilib, ko'zga bo'yalib ketadigan narsa emas. И keyin kiprigi kalta, kiprigi kam qizlarni kipriklarini xuddi kiprik qo'yganday zo'r effekt beradigan zo'r tush. Bemalol qo'rqmasdan har qanaqa insonga tavsiya qilsak bo'ladigan zo'r effektli tush. И undan keyin mana bu gelimiz, bu qosh uchun. Bu ham juda zo'r narsa ekan. Birinchi marta olib ishlatib ko'ryapman. Ko'p qizlar ataylab qoshlarini laminatsiya qilib yuradilar-ku. Mana shunaqa qizlarimizga tavsiya qilsanglar, bu ham uyaltirib qo'ymaydi. Xuddi o'sha laminatsiyani effektini beradigan zo'r, oqarib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Yaltiratib, chiroyli qilib ko'rsatadi qoshlaringizda. Bemalol qo'rqmasdan tavsiya qilsak bo'ladigan effekti zo'r. Chunki men o'zim ishlatib ko'rmasdan turib bir narsani birovga tavsiya qilishga qo'rqaman, to'g'risida. O'sha uchun ham ishlatib ko'rgan narsalarimni tavsiya qilaman.